Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz Mumtoz to'yxona yanında hamma o'ja qulay. Savat yo'lidan kelsangiz ham bo'laveradi, Sputnik yo'lidan kelsangiz ham bo'laveradi. Ish yerda 2 dona hovli joy chiqdi, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay. Bu yerda gaz, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha muammo yo'q. Ya'ni gaz suv oldindan o'tib turibdi. Svetlar ham polni tayyor bo'lib turibdi. Uglovoy joyimiz yonboshida garaj ham bor, hurmatli obunachilar. Uglovoy joyimiz 170 kvadrat. Yanında glukhoyi 150 kvadrat ekan. Bu yerda garaj joyini ham ko'rsatib o'taman, hurmatli obunachilar. Daraxtlar ekilib turibdi. Hech qanday muammo yo'q. Bordyurlar qo'yilgan. Stechkalar, paraxodlar qo'yib turibdi. Yana berimiz garaj qismimiz, hurmatli obunachilar. Yana hovli joyimizni orqa tomondan ko'rinishi. Berimiz boq qismimiz. Berimiz xalasangiz barbekü etsangiz ham bo'laveradi. Ponni plafonlarni qo'yib qo'ydilar. Fasadni shpaklovkalar ham urib qo'ydilar ponni. Fasalarimiz ham normalniy, stechkalar qilinib turibdi. Bu yanımızda garaj etsangiz, bu yanımızda ustaxona etsangiz ham bo'ladi, barbekü qilsangiz ham bo'laveradi. Hamma o'ja qulay yetni qisqasi. Hovli joyimizning orqa tomonidan ko'rinishi. Qani ketdik, bir chetdan tanishib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay ekan. Maktab, bog'cha hech qanday muammo yo'q. Transport yurtibdi oldindan 28-18 o'tadi. Xo'jaliklar ko'chamizning ko'rishingiz mumkin. Birinchi tomoni bir etajining doshlar dökilgan oldini. Yo'l ko'rinib turibdi, yaqinlashtirsangiz. Yo'lda bir gideti bir 100 metr girsangiz yo'l. Traviterlar urilgan, balasinalar qilingan, muramullar qilingan, suv toshkalar chiqqan, kolodeslar polniy uстановка etilib turibdi. Hech qanday muammo yo'q. Hatto sharsharlardan ham suvlar to'g'ri bog'ga ketadi deb qo'ydilar. Fasadlari o'cha zo'r, traviterlar urib qo'ydilar, erchalarni ekib qo'ydilar. Muramurdan qilibdilar stupenkalarni. Hamma o'ja qulay ekan. İçan kısmı bilan danışib o'tamiz, qani ketdik. Bismillah. Balasinalar ham qilib chiroylatib, yana suv toshkalari chiqib turibdi. Svetlar polniy tayyor, ulangan, biralar ham qistirilgan ekan. To'kaklar ham qistirib qo'yibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverishimiz damir eshiklar, ramoklar ekan. Xonalari qo'yilgan. Berimizning dalan qismimiz. Dalanimiz ham polniy laminatlar urib, oboylarni urib, yana uголокlarni polniy surib, chiroylatib qo'ydilar. Giraverishimizning kafellar urilgan, salchiq uchun messalar qistirilgan, ummonliklar ham qo'yilgan, oynalari. Svet montajlarimiz polniy uстановка bo'lgan ekan. Lustralarimiz qo'yib, yana zinalarimiz qo'yma ekan, hurmatli obunachilar. Bu yerda padakoniklar ham qo'yilgan. Oynalarni qo'yib, chiroylatib qo'ydilar ekan bu yerda, hurmatli obunachilar. Atachenta oboylarni o'rtalari atachenta, chetlari oboy bo'libdi, ramka bilan o'rab chiroylatib qo'ydilar, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz zal qismimiz. Zalimizni eshiklarimiz yarim eshiklar qo'yilgan. Mana eshik qaroqlari qo'yilib turibdi. Bismillah. Bu yerimiz zal qismimiz, hurmatli obunachilar. Padakoniklar ham qo'yilib turibdi. O'zgacha stilda remont qilibdilar. Televizor uchun messalar tashalgan. Razvedkalar. 6 dona razvedka bor shunday. Ikkilidan 3 dona. Yerimiz razmeri 3.60 6 metr. Fondan chiqib o'rtalari atachenta qilibdilar. Demoxodlari bor ekan xonamizda. Demoxodlarni ko'rib o'tdik. Patologlarimiz asfishga berilgan polniy zalimizda galagerlar qo'yilgan. Berimizning dalan qismimiz. Berimiz sanuzel. Sanuzelimiz ummonliklar qo'yilgan. Ronlarimiz monitorimizga qo'yilgan. Kermashik toshkani tashalgan. Arestonimiz ham qo'yilgan, 80lik rayol ekan.
demoxotlar ham bor, elektronik integratsiya til tutdi. Qo'yishdi. Beramiz spalni joyimiz. Spalnimiz 364. Bog'a qaragan ekan bu. Spalnimiz aynasi. Bu yerda mening galagerlar qo'yilgan, lustralar qo'yilgan. Patologimiz gipsokardondan ishlangan figura berilgan. Ugullari bilan qo'lga yopishtirilgan. Yana bir yorma ish qo'yilgan ekan ishxonamizga. Berimizning ishxonamiz. Her xonamiz lustrasi har xil. Patologimiz berilgan, berilgan gipsokardondan ishlar berilgan. Demoxot joylari immerine orijinal xili. Katyollarimiz bu konturni gaz to'shchalar hamma o'zi kelib turibdi. Fartuqlar ham urilgan ekan. Beram kombinatsiya etib, chiroylatib, kafildan chiroylatib kafil qilib turagan. To'qli pol. Berimiz to'g'ri ko'kimdan, ashxonadan bog'ga chiqamiz ekan. Garajimiz qurmoqchilar. Arkadan bu yerda gaz sho'chiklarimiz ham qo'yib o'tganlar. Gazlar takılıp tuttu. Issiqqina. Doğru gelip yaşayarız. Su toşyalıp onu sanaf getirgen. Bir yerde özü mektepte 2 mektep var, 3 bakça var. Yolunun bu tarafından bu tarafından bir yere kalabalık koydular. İçine atacaktık o resmiyle şöyle. Cayımız olma gap oluşu mümkün emez. Yine zinan kuşu oynamaydı, kuyma üstüne hapşıyıp getirgen. Tahta bilen kombinasyon işaretler, ak bilen karışını. Berim ayna atacaktılar. Bir xana, 2 xana berimiz sanuzel. Yerimiz dalanın üstü hurmatlanmaçılar. Sanuzelini göremiz. Yerimiz patologumuz neticede patolog. Aynaları umumdaki unitazı vannası koyulgan. Yerimizden yarma eşik. Töklü polna kolektörleri halasanız inip halasanız kaytarıp koyuşacağım mümkün. Berimiz şöyle diyecek. Beram aboyumuz başkaca boy kılıngan. Bir yerde yine bir spalnimiz var. Çok mesela 4. Galagerler koyulup polisli üstlerine koyulup tut. Bir de bir havalınız bilen perdeyizi kıstırıp yaşıyoruz. Bir yerde benim televizor cayın esralar kılıngan. Kapıyoruz yapıp bir yere. Bir yerimizin katta zal yine kamera. New Classic'e remont boptu. Cayımız onunla gap oluşu mümkün emez. Patologumuz asfişyere berilgen, galagerler kıstırılgan polun üstü. Ortalar kapıyor verilip fondan çıkarttılar. Cayımıza gap oluşu mümkün emez. Formatlarınacılar gelip savdalası üstünde alavres prama mülkiyeden mülkiyesi mümkünlüğümüz kadastrda. Hiç bir muamma yok, kadastrda. Doğru, notarışta pulazı verebiliriz. Bir yerimiz yine bu taraftan görünüşü. Bunun zor tarafı yine ikinci kavata madde yine avtomatlar koyulgan. Birimizde balkonumuzdan var. Balkonumuz yine kafir urulgan. İkinci cayımız bu.
Balkonumuz yazı günü əzəti otura setkiyə təsəvvürü. Bir buralarım qoyulğan həmmə öcək kulay. %100 pişkən kərüş bu qurbançılar. Pişkən kərüş plita bilan bastırılğan. Cayının heç qanday defekti yox. Alğan ama nəsib etsin. Əzəti yaşar, tolerantiv oturuş nəsib etsin. Narxına gələn olmasaq $88.000 deb tuttu mülk egəsi. Üzəyiz gəlib savdağa üstündə ala verəsiz. Ben de 80% bitken işi bol tuttu. Spaklöfkeden çıkan ataplinini ötüp tayarba tuttu. O 150 kvadratı o $75.000 deb tuttu. 100% pişken kərüş. Pişken kərüşten sonrağan abunəçiləriniz üçün zor oynadı. Hororlanmacılar ki, yorulada görüşünce demiş sağ olun, aman olun. Podpisаться qılmalı, podpisаться qılsın. Like və soğuklarını salamat olun. Rərdə yara. Çünki əcəb feyizli hanadallah. Çünki izlə bilgən yaxşı adamları nəsib etsin. Kengir görüşünce.